Xitoyda bitta zo'r chimyu, ya'ni maqol bor. Ifin ho, ifin chen. Puliga yarasha mahsulot berishadi. Kalibrovkasi, qorni, tekisligi, choklari idealniy bo'lsa, qo'shimchasiga antiximiskiy sredstvalarga chidamli va bardoshli bo'lsa. Misol uchun, luxury bilan standart dizaynni farqini tushuntirib beraman. Assalomu alaykum Alisher aka. Assalomu alaykum Hasan aka. Gavay ni hao, ya'ni hammaga salom. Alisher aka, keramagranitni nimaga asoslanib sotib olish kerak o'zi? Bu savolingizga Hasan aka javobni bitta chiroyli aforizm bilan boshlayman. Mashina industriyasi qiroli Henry Ford aytganidek, haqiqiy sifat hatto hech kim kuzatmayotgan paytda ham mukammallikka intilishdir. Javobni 3 ta segmentga bo'lib asoslab beraman. Birinchi segment dizayn, ikkinchi segment sifat, uchinchi segment bu narx. Dizayn deganda nima nazarda tutasiz Alisher aka? Sanuzel, kuxnya, hol va hokazo obyektlarni ichki interyer dizayni nazarda tutadi. Ular har xil modullardan iborat. Misol uchun, klassika, high-tech, modern, loft, minimalizm, Provence, boho va eko dizaynlar nazarda tutiladi. Alisher aka, keramagranit sifatini mijozli qanaqa qilib bilsa yoki ajratsa bo'ladi? Sizlarga keramagranitlarni, komponentlarini, sirlarini ochadi. Qo'shimchasiga sizlar bilan asosiy faktorlarni bo'lishadi. Birinchi faktor водопоглощение, ya'ni качественный keramogranit juda ham suv kam ichiladi va uni показатели 0.5% dan kam bo'lishi kerak. Ikkinchi faktor geometriya va kalibrovka, ya'ni plitkalarni bir-biriga qo'yib, ular orasidagi katta bo'shliq, ya'ni zazorni yoki notekislik bor yo'qligini tekshirish kerak. Qo'shimchasiga keramogranitni qorni bor yo'qligini ham zarno tekshirib olish kerak. Uchinchi faktor morozostoykost, ya'ni sovuqqa chidamli bo'lish kerak. Ayniqsa tashqaridagi obyektlar uchun special, ya'ni spetsialniy bo'lishi kerak. 15 gradus yoki undan past haroratga bemalol bardosh bera oladigan bo'lishi kerak. To'rtinchi faktor anti-slip inglizchada, ya'ni anti-скользящий, to'g'rirog'i sirpanchiqqa qarshi bo'lishi kerak. Beshinchi faktor antiximiya, ya'ni kislota, gidroksidlarga bemalol chidamli bo'lishi kerak. Tashqi tomoniga, ya'ni ustiga sirka, kislota yoki limon sharbati tomizib qo'yib, kafelni rangi o'zgarishini kuzatish mumkin bo'ladi. Agar dog' yoki rangida o'zgarish bo'lsa, unda keramogranitning sifati juda past hisoblanadi. Klient uchun eng qizig'i bu narx, to'g'rimi Alisher aka? Ha, albatta. Shuning uchun narx masalasi qanaqa bo'ladi? Nima afzalligilar bor sizlarga? Narx, ya'ni price sektoriga keladigan bo'lsak, bizning Kasor Keramics keramogranitlar 3 xil kategoriyaga bo'linadi. Ular luxury price, premium price va standard price hisoblanadi. Bizning boshqa brendlarga qaraganda price-dagi, narxdagi преимуществоmiz shundaki, 3 ta fraksiyaga bo'lganligimizda va baholaganligimizda. Misol uchun, luxury bilan standart dizaynni farqini tushuntirib beraman. Masalan, luxury mahsuloti texnologiyasi va dizayn обработкасы 6 xil murakkab protsessdan o'tadi. Standart priceli mahsulotlarga keladigan bo'lsak, ular 2 xil protsessdan o'tadi va pricelar dizayn texnologiyasi protsessiga qarab baholanadi. Alisher aka, nimaga aynan Kasor Keramics keramogranit sotib olishim kerak? Hasan aka, sizga qarshi savolim bor. Birinchidan, misol uchun, bizning keramogranitimiz sizni sanuzel interyeringizga mos keldi. Ikkinchidan, tasavvur qiling, mahsulotning sifati, ya'ni водопоглощенияsi 0.5% dan past bo'lsa, kalibrovkasi, qorni, tekisligi, choklari idealniy bo'lsa, допустим, morozostoykiy, ya'ni sovuqqa chidamli bo'lsa, undan tashqari anti-slip, ya'ni sirpanmaydigan bo'lsa, qo'shimchasiga antiximiskiy sredstvalarga chidamli va bardoshli bo'lsa, bonusiga narxi, ya'ni price ham minimum bo'lsa, sotib olarmidingiz? Xitoyda bitta zo'r chimyu idioma, ya'ni maqol bor. Ifin ho, ifin chen, ya'ni puliga yarasha mahsulot berishadi. Sizlarga bitta zo'r sir aytaymi? Kasor Keramics haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, ushbu profilga obuna bo'linglar.